Tasavvur qiling, siz talabasiz va yotoqxonada yashaysiz. Ertalab soat 7 bo'ldi. Uyg'onib hammomga borsangiz, u yerda navbat. Va bu navbat davom etadi. Avtobusda, metroda tiqilinchliklar va yo'ldagi tirbandliklar. To yana universitetdan yotoqxonaga qaytgunizcha bu navbat doim siz bilan yuradi. Va bu tasodifmi? Va albatta yo'q. Aholining 30% soat 7 da uyg'onar ekan. 7 da uyg'onib 8 da 9 da ish boshlaydi. Kech payt bir vaqtda ishini tugatadi, bir vaqtda yana uyga qaytadi. Yoki oddiygina bir sonni tasodifan tanlaylik deylik. Insonlardan 1 dan 10 gacha bo'lgan sonni tasodifan tanlang desangiz, 30% ehtimollik bilan 7 sonini tanlar ekan. Va bu ham tasodif emas. Insonlarni bu kamchiligi faqat insonlarning o'zida emas, balki qurayotgan tizimlarimizda ham bo'lar ekan. Bugun aynan o'sha tizimlarni optimallashtirish usullarini tasodifga asoslanib qurishni o'rganamiz. Telegramdan avvalgi davrlarni eslaymiz. WhatsApp Messenger. Esingizda bo'lsa, WhatsApp Android telefonlarda Google Drive'ga, iPhone'da esa iCloud'ga sinxronizatsiya qilardi. O'zida saqlamasdi. Yozishmalarni, rasmlarni, videolarni o'sha Google Drive'ga yoki iCloud'ga yuklardi. Va o'sha yuklash vaqtini belgilasangiz bo'lardi. Va soat 3:00 hamma telefonlar bir paytda uyg'onib Google Drive'ga yuklashni boshladi. Va nima bo'ldi? Hatto Google darajasidagi katta kompaniyani serverlari ham bu yuklanishni ko'tara olmadi. Millionlab telefonlar bir paytning o'zida hammasi bir soniya ichida yuklaganligi uchun tizim yiqildi. Va Google Drive'dagilar darrov WhatsApp jamoasiga chiqdi. "Hey, nima qilib qo'ydinglar?" dedi va bitta qator kod bilan yechim berildi. Bu qator kod oddiygina tasodifiy vaqt tanlashadi. 10 daqiqa avval va 10 daqiqa keyin oralig'ida 1200 soniya ichidan bittasini tanlaydi va o'sha soniyada yuklashga harakat qiladi. Va bu yechim ishladi. Tizim stabillashdi va millionlab foydalanuvchilar yuklash hech qanday muammo emas edi. Muammo ularni har biri bir soniyada kelishi edi. Bu yechim an'anaviy, demak yechim emas, balkim noodatiy uslub va bu uslubning nomi bor. Bu uslubning nomi jitter deyiladi. Jitter so'zi o'zi radioda, analog televizorlardan kelib chiqqan so'z. Bu jitterlash degan. Ya'ni bilasiz, pichirlab qolishi mumkin radio eshitayotganingizda yoki televizorda shunaqa pichirlash bo'lardi. Va o'sha demak signal kelayotganda signalni qanaqadir o'zgartirib yuboradigan qatlamada. Ya'ni nimadir qo'shilib, nimadir son ayrilib qolardi. O'sha jitter deyilardi. Bu tasodifdan bo'lardi. O'sha tasodifdan o'zimizni foydamizga foydalanishimiz mumkin ekan. Va bu jitterni hozirgi kunda juda ko'p tizimlarda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun oddiygina aytaylik, sizni startapingizda cronjobdan foydalanadi. Cronjob bir kunda nimadir ish bajaradi, bir soatda nimadir ish bajaradi, har soatda qanaqadir ish bajarib turadigan bo'lishi mumkin va unaqa cronjoblaringiz ko'payib ketdi deylik. Yuzlab sizda cronjoblar bor. Va hammasi bir paytda uyg'onib ma'lumotlar omboriga soat 3:00 da yoki 5:00 da, 7:00 da bitta amalni bajarar ekan, ma'lumotlar omboringizga yuklanish ko'payib ketadi va yuklanish ma'lumotlar omboringiz yoki mutlaq butun tizimni yiqitadi. Va bu yerda oddiygina jitterdan foydalanish, ya'ni aytaylik soat 3 da deganda 3 da emas, balkim chamasi 3 ta deydigan yechim qiladigan bo'lsak, ma'lumotlar omboriga yuklanish kamayadi va tizimimiz stabil ishlashni boshlaydi. Aytaylik, bizda cache bor. Ma'lumotlar omboriga yuklanish kamaytirish uchun o'rtada bitta yangi qatlam, cache ni qo'shdik va tizim ishga tushganda u cache to'ldirib chiqadi. Ma'lumotlarimizni oladida har bir eng ko'p so'raladigan ma'lumotlarni cache ga yozadi. Va o'sha cache ga yozganida ma'lumotlar eskirishi ehtimoli bor va shuning uchun unga time to leave, eskiradigan, tashlab yuboriladigan vaqtni belgilaydi. Lekin hammasi agar bitta vaqtda eskiradigan bo'lsa, yana ma'lumotlar omborimizga yuklanish birdaniga ko'payib ketib qoladi. Ma'lumotlar qayta kashda tiklanish uchun. Shuning uchun bunda ham jitterdan foydalansak bo'ladi. Jitter degani biz kashni eskirish vaqtini ham tasodifan belgilaymiz. 3 daqiqada eskiradi demaymiz, balkim chamasi 3 daqiqada. 1 soatda emas, balkim chamasi 1 soatda eskiradi deb belgilaymiz va kashimiz shunda ma'lumotlar omborida yuklanishi yana ham kamaytiradi. Va jitterdan foydalanish mumkin bo'lgan yo'llar juda ham ko'p. Hozir tasodifdan foydalanib katta tizimlar qurilganda, distributed tizimlar qurilganda tasodifga demak bog'lanib, tayanib biz tizimlarimizni average holatda, ya'ni o'rtacha holatda ishlaydigan qilamiz. Ya'ni eng yomon holat ham bo'lmaydi, eng yaxshi holat ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi deganimda buni ehtimolligi shunchalik kichkinaki, sizni chaqmoq urib yiqitib qo'yishini ehtimolligi kattaroq bo'ladi, ya'ni tizimni qulashidan ko'ra. Shuning uchun biz tizimlardan foydalanayotgan, tizimlarni qurayotganimizda jitterdan juda ko'p foydalanamiz. Ayniqsa Google'da men ko'p ko'rganman, o'z ko'zlarim bilan ko'rgan
qismlari ma'lumotlar omboriga bog'lanadigan, ya'ni serverlar soni shunchalik ko'pki, ma'lumotlar omboriga hammasi bir vaqtda bog'lanmaydi. Ayniqsa biz yangi deployment qilayotganimizda birinchi bittada, keyin 10 tada, keyin 100 tada, minglab serverlar bir paytda yangilanadigan holatlarda ma'lumotlar omboriga yuklanishi Jitter bilan bog'lanardi. Endi esa darsimizni amaliy qismiga o'tamiz. Tasodiflar aslida tasodifiymi degan savol bor. Keling biz Pythondagi random kutubxonasini o'rnatib olamiz va tasodiflarning asosida seed, ya'ni urug' yotibdi. O'sha urug'ga asoslanib tasodifiy sonlarni bizning kompyuterimiz generatsiya qiladi. Va biz u sonni o'zimiz ham set qilishimiz mumkin. Masalan, kompyuterga 36 ni urug' qilib ol deydigan bo'lsak va kompyuterdan 0 dan 100 gacha oralig'ida bizga tasodifiy son ber desa, bizga 42 ni berdi. Va biz kompyuter qaysidir ma'noda 42 ni berdi. Va 42 ni berdi. 0 dan 100 gacha bo'lgan tasodifiy son aslida endi tasodifiy emas. Va seed juda ham muhim. Ya'ni urug'ni to'g'ri belgilash juda ham muhim. Demak, kompyuterlarimiz tasodifiy sonni ixtiro qilayotganda, demak, tanlayotganda uni urug'i kerak ekan. Urug'ni qayerdan olamiz? Kompyuterlarda, hozirgi kompyuterlarda urug' kompyuter CPU-sidan, hardware'ini elektrik ichidagi signallardan olinadi. Linuxda misol uchun random degan device bor. Randomness kerak bo'lsa, siz o'sha device-ga murojaat qilasiz. Urandom ham bor. Ya'ni tizimlarni, demak, har xil joylardan randomnessni olish mumkin. Ya'ni bitta blob bor edi, blob suv ichida aylanadi. O'shandan ham randomness olishimiz mumkin. Masalan, Cloudflare aynan o'sha narsadan randomnessni olar ekan. O'zi kriptografiya uchun juda ham kerak o'zi tasodifiy sonlar. Ikkita kompyuter tasodifiy sonlarni demak o'rtasida gaplashadi kriptografiya uchun va o'sha blobdan olar ekan Cloudflare. Yomg'irdan, havo haroratidan juda ko'p narsalarni urug' sifatida ishlatsak bo'ladi. Va bu urug' bizni tasodifiyligimizni belgilab beradi. Internetda mana bu video juda mashhur bo'lgan, balkim ko'rgandirsizlar. Hozir kelinglar birga ko'ramiz. Bechora Gabriel bu yigitcha har doim bitta demak yutuqni yutaverdi, bitta yutuqni yutaverdi. Oxiri charchab ketdi. Birinchi marta ko'rganimda qotib qolganman u videoni. Demak, tizim qurayotganimizda tasodifiy sonlar kerak bo'lsa, ularni doim bitta son takrorlanaveradi. Bunaqa holat umuman xohlamaymiz. Tasodifiy sonlar kerak bo'lsa, to'g'ri, ular tasodifiy, ular takrorlanishi ham mumkin, ehtimolligi bor, lekin ehtimolligi bu darajada yuqori bo'lmasligi kerak. Xo'p, keling sanashni o'rganamiz. Demak, tasodifiy sonlarni birma-bir sanaymiz. Qani bizga misol uchun counter yasab olamiz va bitta for loopda 10,000 marta biz sonimizni sanaymiz. Ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan sonni yozamiz va sanaymiz. Va counterimizni qaraydigan bo'lsak, bizda hozir tushgan sonlar hammasi 1000 atrofida. Ya'ni 1000 martadan takrorlangan. Biz 10,000 ta sonni generatsiya qildik va hammasi deyarli 1000 marta takrorlangan. 10 soni 903 marta takrorlangan. 903 marta to'g'ri, 1000 dan sal pastroq, lekin baribir 1000 ga juda ham yaqin son. Agar shu ishni qayta takrorlaydigan bo'lsak, qayta counter yasab, yana qaytadan sanaydigan bo'lsak va counterimizni qarasak, yana shunga o'xshash holatni ko'rishimiz mumkin. 1100 dan oshib ketmadi va 900 dan kamayib ketmadi. O'sha oraliqda. Va ayniqsa siz kattaroq rangelar qo'shadigan bo'lsak, biz misol uchun 10,000 emas, keling 100,000 yoki 1 million sonni sanayotgan bo'lsak, bunda endi ehtimollik yana ham avj oladi va counterimizni qaraydigan bo'lsak, biz hammasi hattoki 2 ta 9 ni ko'rishimiz mumkin mana bu yerda. 99,000 holatda va 100,000. 99,000 bilan 100,000 o'rtasida aylanyapti. Albatta tasodifiylikka agar siz millionlarga ko'paytirib borsangiz, ular uniform bo'lishi kerak. Uniformning ma'nosi buni adolatdan bo'lishi, ya'ni tanlayotganda kattaroq samplelarda doim bittasiga qanaqadir bias bo'lib qolmasligini ta'minlash kerak. Kichkina, misol uchun aytaylik, biz counterimizni belgilab kichkinaroq
for loop yozadigan bo'lsak, aytaylik 100 ta yozadigan bo'lsak, 100 marta tashlayapmiz. Shu qura tashlayotgan bo'lsak, 100 marta tashlagan bo'lsak, misol uchun biz ko'rishimiz mumkin. 10 ta birinchisi eng katta ko'p qatnashgani bu yerda 15 ta, eng kichkinasi 1 marta qatnashganini ko'rishimiz mumkin. Yo'q, 1 marta emas, 7 ta ekan. 7 ta marta qatnashganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 15 bilan 7 ning o'rtasida aylanyapti. Demak, 100 marta qura tashlaganimizda biz taxmin qila olmaymiz, lekin minglab, millionlab taxmin o'rtasida biz bilishimiz mumkin, ular uniform. Demak, shu muhim mavzularni o'rgandik. Biz tizim qurayotganimizda xavfsizlik uchun bizga tasodifiy sonlar kerak, u tizimlar chiroyli, to'g'ri ishlash uchun tasodifiylik kerak. Va albatta seed haqida ham gaplashdik, ya'ni tasodifiylikning asosi urug'ini. Urug'dan foydalanib bitta zo'r loyiha qurilgani esimda. Google'da stand-upda kim birinchi chiqadi, kim ikkinchi chiqadi, kim uchinchi chiqadi, o'sha kunga qarab chiqardi. Ya'ni misol uchun bugun refresh qilsangiz ham har doim bir xil turadi, ketma-ketligi. Ertaga boshqacha ketma-ketlik, indin boshqacha ketma-ketlik yoki bugun nima ovqat yeyman degan savolni bersangiz dasturga savol qilib, pejni refresh qilsangiz ham boshqacha chiqmaydi, har doim bir xil javob chiqadi o'sha kun uchun. Ertasi kuni boshqacha javob chiqadi. O'shani o'ylab qoldim. Ma'lumotlar ombori siz qanaqa qursa bo'ladi? Ya'ni ma'lumotlar ombori yo'q u yerda, cache ham yo'q. Ma'lumotni hech qayerda saqlamayapti. Tasodifiy chiqqan javobni hech qayerda saqlamasdan. Javob seed. Seedni bugungi kunga belgilab qo'ysangiz, bugungi kun uchun chiqadi faqat. Kun o'zgargan kunda esa javob o'zgaradi. Demak, kompyuterlarning qanaqa ishlashini, tasodifiylikni qanaqa ishlashini, uni uniformity'sini, seedni tushunadigan bo'lsangiz, juda ham ajoyib chiroyli tizimni qura olasiz. Katta tizimlarni qurish uchun kerak bo'ladigan shu va boshqa muhim mavzularni biz tizim dizayni kursimizda o'rgatdik. 42 da allaqachon 200 dan ortiq dasturchilar bu kursni o'rganyapti va darslarimizda men sizni ham kutaman. Darsda ko'rishguncha.